Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz. Akalar, mana bugun 16-may chislosida zakazlarimiz, xudo xolasa mana 3 xil modelga mijozlarimizga zakazlarni dastavka qilib yig'ib beryapmiz. Mana bu sigildan boshlasak, sigilli bagaj original. Sigil bagaj stol, mana orqa o'ng tomoni. Orqa shvellari, orqa bamperi sigilliki. Xo'p, bu yoqda chempionga o'tamiz. Chempionni oldi bamperi zbori originali, tayyor krashinlisi, oldi farasi, o'ng tomon krilo, radiatorlari, mana podkrilnik, shveller, ventilyator, dixo tumankalari, bitta tomon diskalari singan ekan, mana original yap-yangi diskamiz. Buni ham dastavka qilib beramiz mijozlarimizga. Xo'p, 3 zakazimiz Y2 niki bo'ladi. Y2 ni mana kapoti originali. Operator mashinalarni BYD pechatlari bilan olsangiz, originalligi bilinadi. Xo'p, bamperi zbori tayyor bu ham oppoq bo'yalgan. Ustidagi yaxshi tomoni bo'yalgan narsa tayyor bo'ladi. Buni olib borib yana septirib, qo'shimcha to'lovlar qilinmaydi. Shu tomonlarda yutiladi. Ekrani mana Y2 niki, oldi shvellari, radiatorlari. Radiatorlari ham original. Y2 da xo'p, bitta mana farani dublikatini qilib beryapmiz akalar. Nimaga? Buni originali ham bor bizda. Mijozimizga shu dublikat faramiz ma'qul bo'ldi. Original bilan birga birligi uchun ko'rishingiz mumkin. Mana Y2 faramiz dublikat akalar. Original bilan birga bir bo'lgani uchun original bilan dublikatni orasida $100 oshiq farq bor narxida. Shuning uchun mana dublikatini olibdilar. Dublikatni ham kastingiz. Dublikatni bilsanglar, buni endi ani Xitoydan narsa olib kelgan akalarimiz yaxshi bilishadi. 3-4 xil sifati bo'ladi ani. Bu o'sha dublikatni eng yaxshi kачествоsi hisoblanadi. Keyin dublikat faralarimiz faqat Y2 ga emas, boshqa modellariga ham bor. Dublikat faralarimizga 1 oy garantiya beramiz. Xo'p, hozir mana dastavka ishlarini boshlab o'rganmiz. Mana Y2 ni o'sha narsalarini ortib bundan keyin chempionni, sigilni hammasini olib chiqib klientlarga topshiramiz. Xo'p, akalar, shunaqa sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, aksessuarlar kerak bo'lsa, do'konimizga kelaverasizlar. Do'konning ichini bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana faralarimiz original alohida turadi, dublikati alohida turadi. Mana dublikatni original deb sotib unaqa hunarimiz yo'q. Boricha aytiladi. Akkumulyatorlarimiz bor kerak bo'lsa, mana Song Plusga, Championga, Yuan Plusga, ходовой частьlar, rechaklar, tiaglar, ochivniklar, moy. Xullas kalom, BYD mashinasiga nima kerak bo'lsa, hammasi bor. Qo'shimchasiga aksessuarlarimiz ham bor. Bizda faqat zapchast emas, aksessuarlar ham sotamiz. Chexol, nakidkalar, parok, poliglar, zaryadkalar, mana 3,5 kW zaryadkalarimiz bor. 3,5 kW zaryadkamizning narxi juda ham arzon lekin. $85 dan qilib beramiz mana shuni. $120 dan sotilgan, $85 dan qilib beramiz. Bizda akalar narx oshmaydi, tushadi ko'pincha. Narxi nimaga? Xitoyda oladigan joyimizning narxi tushsa, biz ham shunga qarab hamma narxlarni tushirib, imkon qadar xalqimizga arzonroq mahsulotni yetkazib berish uchun harakat qilamiz. Bizni kuzatib boringlar. Shunaqa sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilasizlar. Yangi uylarni qo'yishda davom etamiz. Salomat bo'linglar.